Biz Amerikaga kelguncha qancha xarajat qilganmiz? Green card chiqqandan keyin men, o'g'lim va qizim 3 kishiga qilganmiz har doim dokumentlarni. Birinchi dokumentlarni to'ldirish uchun $600 to'laganmiz. Keyin o'sha ikkinchi dokumentlarimiz kelgandan keyin medosмотр uchun где-то $1200 3 kishi uchun qilganmiz. Undan keyin posolstvoga kirganmiz. Posolstvoga $660 qilganmiz. Posolstvoga vaksinalarga $200 xarajat qilganmiz vaksinalarga va eng oxirgisi bilet olganmiz. Где-то 20 million so'mga 2 kishiga bilet olganmiz va undan ham keyingisi green card dokumentini qanaqadir kelgandan keyin green card olish uchun $460 to'laganmiz. Mana shu xarajatlar hammasi qancha bo'ldi? Mana mashina qayerda necha kun yashab turadi. Qimirlamaydi.